-30% skidga. Bugun sizlarga kuch отделimizni obzor etib beramiz. Kuchlarimizni hammasini -30% skidga berganmiz. Hozirlar baholar bilan tushuntirib beraman. Masalan, shu sapokimizni oladigan bo'lsak, yosh qizlarimiz uchun buni 3 xil rasvetkasi bor. Temno-korичневый, ivory, keyin shuning bejli ranglaridan bor. Narxi 296 ming so'mdan chiqqan. Buni siz 30% skidga 207 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Hamma razmerlaridan bor. Keyingi sapokimiz buning variant, ozgina o'kchasi bor, koja. Buni zamsh varianti ham bor. Keyin shuning bejli rangidan ham bor. Bularning ham razmerlari bor. Narxi 425 ming so'mdan chiqqan, 30% skidga 297 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Bular Eva Padosh. Bu sovuq o'tirmaydi, izg'ir o'tirmaydi Eva Padosh. Shuning uchun bahasi qimmatroq. Keyin shuning yosh qizlarimiz uchun shuning varianti bor, ipli variant. Buning narxi 425 ming so'mdan, skidga siz 297 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. Undan tashqari do'konimizda shuning tuflilarimiz ham bor. Akkuratning ofisniy variant, o'qisha, ishga bemalol kiysangizlar bo'ladi. Buni narxi 297 ming so'mdan chiqqan. Buni 30% skidga siz 207 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. Xuddi shu tuflimizni молочный bejli svetidan bor. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Keyin buning variantlarimiz ham bor. To'y hashamlar uchun mos, kojasi yaxshi xili, padoshlari ham. Narxi 280 ming so'mdan. Bu faqat shu rangda kelgan. 30% skidga 196 ming so'mga xarid etsangizlar bo'ladi. Undan tashqari shuning splashnoy tuflilarimiz ham bor. Kачествоsi yaxshi, razmerlari bor. Narxi 280 ming so'mdan, 30% skidga siz 196 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Keyin shuning ochiq svetda tuflimiz bor. Bu ham xuddi shu narxda. Buni ham 196 ming so'mdan olsangizlar bo'ladi. Keyin bu variantimiz bor. To'y hashamlar uchun ham mos, klassik uslubdan to'g'ri keladi. Narxi 375 ming so'mdan. 30% skidga 262 mingdan xarid etsangizlar bo'ladi buni ham. Bu variant qalin pastki kuchlarimizdan bor. Buni katta razmerlari ham bor. 92 ming so'mdan, 30% skidga 64 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Buning variantlarimiz ham bor. Bularning narxi 255 ming so'mdan. Padoshlari ham yaxshi. 30% skidga aytadigan bo'lsak, narxi 178 mingdan to'g'ri keladi. Buni bejli ranglaridan ham bor. Katta yoshdagi ayollarimiz uchun shuning tuflilarimiz bor. Ozgina baland bo'ladi bular. Narxi 310 ming so'mdan, 30% skidga aytadigan bo'lsak, sizlarga 217 ming so'mga to'g'ri keladi. Bu variant tuflimiz ham xo'shroq bo'lib turadi, alda remenli. Padoshi ham yaxshi chiqqan. Narxi 297 ming so'mdan, 30% skidga hisoblasak 207 ming so'mdan to'g'ri kelib boradi. Bu tuflimiz ham yosh qizlar yaxshi ko'radi. Ichlari mexli, qalin. Narxi 184 ming so'mdan, 30% hisoblasak 128 ming so'mdan tushadi. Buni shuning rangi, keyin buning korичневый rangidan bor, qora rangi bor. Ipli variant. Ichlari qalin, issiqqina maktab yoshidagi qizlar uchun ham to'g'ri keladi. Keyin buning Alo brendidan shuning qalin kuchlarimizdan bor. Bularning narxi 200 ming so'mdan. 30% skidgamizda 140 mingdan qo'ydik. Keyin shuning korичневый rangidan ham bor. Barga отделimizda sizlar topchikalarni topsangizlar bo'ladi. Shuning Turkiya modeli topchikamizdan bor. Ichlari qalin, sapoklarnikidan qalin ichi. Narxi 360 ming so'mdan. Usti zamsh bilan koja aralashtirib ishlangan, padoshi ham dimzo'r kelgan. 30% skidga aytadigan bo'lsak 252 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu varianti ham bor. Buning rasvetkasi bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Xuddi shu kuchimizni alda 4 modelidan bor. Buni ham narxi xuddi shuning, skidga bahoda 252 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. O'zim ham xuddi shundan kiyib qo'yibman. Sapoklarning issiqqina tutib turadi oyoqingizni. Keyin to'y hashamlar uchun shuning variantimiz bor. Buni ham ichlari nachosli qalin, narxi 225 ming so'mdan. Skidkamizdan foydalanib 157 ming so'mga xarid etsangizlar bo'ladi.
Bunun şuni variantı var, keyin seriyali variantı var, keyin qora variantı var. Keyin yana Turkiya modeli shuning kushimizdan bor. Giyganlar buni kачествосini dim yaxshi biladi. Kojasi original. Bu topchikanimizni narxincha so'madi. Boshqasini arakda ko'rsatamiz avval. Keyin bu variantimiz bor. Bu ham dim xo'shroq bo'lib turadi. Narxi 176 ming so'mdan. Skidka bahoda 123 ming so'mdan to'g'ri keladi. Keyin buning koja kushimiz ham bor. Bu ham dim qulay. Narxi 176 ming so'mdan. Skidka bahoda 123 ming so'mdan to'g'ri keladi. Shuning variantimizni buning ochiq sveti ham bor. Bu ham dim qulay. Katta yoshdagi ayollar uchun ham, haj umraga ketib borayotgan ayollar uchun ham to'g'ri keladi. Bu varianti ham dim xo'shroq. Keyin bu topchikalarimiz 56 ming so'mdan chiqqan. Skidka bahoda 39 ming so'mdan olsangizlar bo'ladi buni. Keyin buning variantdagi topchikalarimiz bor. Narxi 100 ming so'mdan turibdi do'konda. Skidka bahoda 70 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Keyin bu variant topchikalarimiz bor. Narxi 105 ming so'mdan chiqqan. Skidka bahoda siz 73 ming so'mdan xarid etib olasizlar. Bu topchikamiz ham xuddi shuni 100 ming so'mdan chiqqan. 70 ming so'mga xarid etsangizlar bo'ladi. Buning gezer topchikalarimizdan bor. Bu turetskiy xilsi, yaxshi varianti 80 ming so'mdan. Skidka bahoda siz 56 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Buni qora, keyin shuning rasvetkalaridan bor. Bu topchikamizni siz 120 ming so'mdan turibdi. 30% skidkamizda esa 84 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Keyin shuning o'gilarimizdan bor. Qalin issiqqina. Qish uchun dim qulay. Narxi 208 ming so'mdan chiqqan do'konimizda. 30% skidkada 145 ming so'm bo'ladi. Buni shuning qora, korичневый, bej rasvetkalaridan bor. Qisqacha kushlarimiz shu edi. Bizda nafaqat buning kushlarimizni, balki damashin topchikalarimizdan topsangizlar bo'ladi. Skidkalarimizdan foydalanib do'konimizga kelib xarid etib qolinglar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Urganch tumanida, rayon Nalokni to'g'risida tuman hokimiyatining 7000, Urganch universitetining 7000 joylashgan 19 marshrutni yo'lida.